To'y qachon deyishadi, to'y qachon? Men misol 30 ga kirgan odam boshqacha javob beradi. Men tengur yemaslik bolalar boshqacha misol. Men tengur bolalar ko'chaga chiqib to'y haqida gapirib turishibdi, shu tezlashib ketadi shekilli gap. 30 ga kirgan akalardan so'raylarda to'y haqida. Uka deydi, uyimizda sunnat to'y haqida ham gapirishmayapti deydi. To'g'risi, men misol 20 yoshli bola orzu havas bir narsalari borda hozir ular. To'ydi deydi, men anjani yamini aytaman deydi. Zo'r bo'lish kerak to'y deydi. 30 ga kirgan akamda qarab, 10 kishini aytaman deydi. Yaqin qarindoshlar deydi. Ayam, dadam, ukam. Ay ukam shart emas deb berdi. Men tengur bolam misol Zakisga deydi, geliga aytaman deydi. U videosiga deydi. Videosi haramadi uka. Men oxirgi to'yimmi nimaga? U men o'zim to'yimda ham Sparkka chiqaman. 30 ga kirgandan so'raylar uka deydi. Dalay ham bor, Zakisga kim to'g'ati bor. Kechda Zapar akam Sparkda ketib olamiz, qachda paputiga aytib kelamiz. Aka orzu havas yo'qmi? Uka men agar orzu havasim bo'yicha yashaganimda, orzu havasim yetib olishim uchun 2 haftadan keyin uylanishim kerak, 3 haftadan keyin ikkita bolam bo'lish kerak deydi. Ashundan tushunib olasizlar.